Assalomu alaykum, hurmatli aziz obunachilar. Biz Andijon viloyati Andijon shahri mebellar markazidan shkaf. Shkaflar haqida sizlarga to'liq ma'lumotga ega qilamiz. Xudo xohlasa, xohlasangiz bu rang, xohlasangiz bu rang, xohlasangiz bu rangda, xohlasangiz oq, xohlasangiz kashmir ranglarda, xudo xohlasa olamida turibmiz, shkaflar olamidamiz. Bittadan like bosib, kanalni kuzatib bo'layotgan bo'lsangiz, kommentariyaga shirin so'z qoldirsanglar, xudo xohlasa manfaatli videolar bo'ladi. Xohlasangiz bunday NDF materiallarni ham hammasi siz aytganlaringiz do'stlar, siz xohlagan turda hop, siz qanaqa fason desangiz tayyorlab beradi ustakalarimiz. Endi bular haqida sizlarga ma'lumotga ega qilishni boshlaymiz. Hop, bunimizga razmerlariga keladigan bo'lsak, razmerlari 140 sm, bo'ylari 2 metr, shu turishini 1.200.000 so'm do'stlar. Bunimizga keladigan bo'lsak, bunimizdan 1.200.000 so'm do'stlar. Mana ichlari bir tarafi polka, bir tarafiga keladigan bo'lsa, usti boshlish uchun vishilkalar joylashtirilgan. Osho-mosholari, mexanizmlari, hatto chekalari plastmassa, PVXD stanoyda bosilgan do'stlar, zo'rida. Endi bunaqa holatda kerak menga desanglar, tepada bunaqa polkalari bo'lsin, qishki ustuvoshlarimni qo'yaman deydigan bo'lsanglar, mana do'stlar ko'rib turibsizlar. Buni ham sizlarga arzon narxda qilib beraman. Buni 1.300.000 so'mni qilib beraman. Razmeri 1.30 ga 225 sm bo'ladi. O 1.300.000 so'm. Bunimizdan xuddi shunaqa holatda 1.300.000 so'm. Rangi o'zgarlasa, puli o'zgarmaydi. Endi bunimizga keladigan bo'lsak, bu ham xuddi shunaqa 1.300.000 so'm. Eng arzon joyidan qilyapman do'stlar, sizlar yuksalchi. Agar o'zingiz bozorga keling, bozorga kelsangiz 1.500.000 dan kamga bermaydi. Hop, bunimizga keladigan bo'lsak, mana kichkina, hop, bularimiz 1.200.000 so'm. Razmeri 1.40 ga 2 metr. 1.200.000 so'm. Mana chekalari, hamma polkalari ham juda baquvvat qilib, misol qo'yilgan, ancha-muncha narsa ustuvosiz bemalol taxla oladi. Shuruplar ham, osho-mosholarni ham 5 tadan qilib, yevro shuruplarni yig'ilgan. Asosiysi mexanizmi do'stlar, 1 yildan keyin, 2 yildan keyin yopilmasdan, ochilmay qolmaydi. Shunaqa narsa bo'lmaydi. Endi menga kattarog'i kerak.